Bedanachilik bilan shug'ullanayotgan hamyurtimiz bundan 1 yil avval musofirchilikda yurib ro'zg'or tebratardi. Kam ish haqqi, o'zga mamlakatning sovuq havosi suhbatdoshimizni vatanga qaytishga majbur qilgandi. Rossiyaga o'sha paytlari oyiga jo'nasa $300, $400 jo'natardik. Hozirgi paytga 4 million pul degani. Qurilishda ishlaringiz? Qurilishda ishlab yurgan paytimiz. Keyin ishdan bo'shagandan keyin, bekor bo'lgandan keyin bedan olib keldim. Bu yoqqa uyga stansiya beruvdi. 250 dan boshladim. Jo'jaligidan boshlab, keyin tuxumga kirdi. Tuxumni sotdim, qo'ni-qo'shnilarga avval katta emas edi u. Qo'ni-qo'shnilarga sotib, keyin qaradim, tushum yaxshi, foyda qolyapti. 60 ming, 70 ming olardim-da. Kuniga. Hozir mana 1000 ta oladigan bo'lsam 8 ta tuxum beraman. Kuniga 300 ming, 350 ming daromad bor. $300 ming so'm bilan boshlangan bu kichik tadbirkorlik vaqt o'tgan sari kengaymoqda. Bedananing tuxumi ichki bozorda xaridorga. Suhbatdoshimiz hozir nafaqat bedananing tuxumidan, balki uning go'shtidan ham yaxshigina daromad qilmoqda. 3 ta daromad bor. Go'shtini topshiraman, boyagini, tuxumini o'zini shu. Keyin jo'jalarni topshiraman. Foydasi yaxshi. Go'shtini kilosi 80 mingdan. 4 ta donasi 1 kilo chiqadi. 50 ming kredit oldim, kengaytirish uchun shu ishlarni qilyapmiz. O'zini o'zi qoplayapti kreditdan, xudo xolasa. Tovuqqa qaraganda bular kuniga tuxum beradi, daromad yaxshi. Tovuqlar 6 oyda tuxumga kiradi, bular 45 kunda tuxumga kiradi. Masalan, tovuqlarda kasallik bo'lsa, bularda kasallik bo'lmaydi umuman. Buni qiyinchiligi yo'q, umuman yo'q. Faqat shu suv, donni berib tursa vaqtida bo'ldi. Bedanachilik serdaromad soha ekanligini anglagan qahramonimiz bu tadbirkorligini bundan-da kengaytirishni maqsad qilgan. Biron joydan joy olib, firma olib, buni 20 mingta, 30 mingtaga chiqarib, Tojikistonga, Qozog'istonlarga eksport qilishga harakat qilmoqchimiz, xudo xolasa. Shu daromadning orqasidan uyimni sheperlarni yangiladim, devorlarni yangiladim. Uchastka qilyapman. Shu daromadning orqasidan boshqa joydan pul kelmaydi. Suhbatdoshimiz uyda bo'lgan holda daromad qilmoqda. Bu tadbirkorligini u ko'plab tanishlariga ham tavsiya beradi. Shu bedanani hozir Rossiyada ishlab yuradigan oshna og'aylarimga ham aytdim. Masalan, qiziqyapti ular ham. Erta Rossiyadan kelib, O'zbekistonda ishlaganimiz yaxshi ekan, shu bedana orqasidan tirikchilik qilsa bo'lar ekan. Sen masalan shu 1 yildan beri ijaga chiqmayapsan, uyingda o'tirib shu ishni qilyapsan oilangning yonida deb. Hozir ular ham qiziqib kelyapti. Rossiyaga borish ham shart emas. Shu O'zbekistonda o'zi qilsa bo'ladi-da bu narsani. Sharoit bor, chetga borib sovuqda, oilasidan uzoq joyda, sog'inchda yurgandan ko'ra, buni chetda oilasini oldida bag'rida mazza qilib ishlagan ma'qul-da. Mahallani o'ziga 5-6 tasiga tarqatganmiz. Tushum yaxshi bo'lgani uchun ular qiziqib boqyapti hamma narsani. Bedanachilik kam pul sarflab ko'p daromad olishi mumkin bo'lgan soha. Harakat qilgan har qanday inson mamlakatimizda bo'la turib rizq topishga, imkoniyatlarini esa yanada kengaytirishga erishishi mumkin. Buning uchun esa vatanimizda sharoit ham yetarli. Buning misolini yana bir bor Xovoslik hamyurtimizda ko'rdik.